Bugungi programmamizda yozuvchi Abdurahim O'tkirning Şinjan Xalq Nashriyati tarafidan nashr qilingan Uyg'ongan Zimin nomli 2 qismli tarixiy romanining 2 qismining davomini anglatamiz. Her ne şadlıktın, judadır hayat, alınır her ün, mutluluk, tıkal. Almanya sakta azaytımız, cebir zulümünü tükütümüz, yurttan hiç amallıkını özümüz sorayımız. Neyse, küçük balını golluganda gollumakçım ha? Bode, yağaç kazanda bir kıtım açmışıdır. Beni sorusanla, ben adli bir cancı, benim hakkım. Xalqni jabr zulmdan qutqizib, erkin ozodlikka chiqarib, tinch, farovon turmushga ega qilish. Hey! Shu Luba degan zo'rmadini qishqa! Uni qidaydigan yigitmi? Bizni iylik tarafga, ozodlik mash'ali yongan, meni taqdirga boshliq aytamaka. O'yg'ongan zaminni endi hech kim tutolmaydi. Şu akşamı Angeliyaning Qashqardagi konsuli o'zining yordamchisi doktor Simit bilan bugun bo'lgan ishlar to'g'risida paranglashib o'tirib mundaq dedi. Demak, axborotchilarimiz orqali siz egilagan ma'lumotlarga qaraganda, Xo'ja Cho'ngning qumliqida Xo'ja Niyoz Hoji Sharifaga o'tkazilgan qarshi elish marosimida Sabit Damulla Sharq Turkiston Islom Jumhuriyati degan so'zni ig'izga ilishqini jur'at qila olmagan. Hatto marosim maydoniga Sharq Turkiston Islom Jumhuriyatining bayrog'i esilmagan. Shundaqmi? Ha, shundaq. Buningga qanday qaraysiz? Biz uchun aytganda, bu yaxshilikning alomati emas. Balki biror tragediyaning muqaddimasi bo'lsa kerak. Tragediya deganingizni qanday izohlaysiz? Men demoqchimanki, Sabit Damulla Xo'ja Niyoz hojining Jimizor putimi bo'yicha harakat qilishidan qo'rqyapsiz kerak. Onun ustiga qudratli Rus armiyasining bevosita mudoxalasi boshlanib ketdi. Yo'q, yuz berish oldi turgan bu tragediyani komediyaga aylantirish lozim. Buning uchun sizdan faoliyatni kuchaytirish va kengaytirish talab qilinadi. Fidoyilar qo'shoni shaharga kirgan kunning asosida Oqsudan Mafuyan sheriklari yetib kelguncha Qashqar shahridagi barliq qismlar bir qo'mondonlik ostida yangi shaharni Cho'loq Suxuydan ozod qilish to'g'risida hojim o'z nomidan jiddiy buyruq chiqardi. Bu buyruqqa binoan Sabit Damullaning hozirga qadar yangi shahar muhosirasini davomlashtirib kelayotgan barliq qurolli kuchlari, jumladan Xotandan yordamga kelgan fidoilarning hammasi shartsiz holda Mahmud Muhidinning qo'mondonligida bo'lishi lozim edi. Xotan fidoilarining sardori Shah Mansur bu buyruqqa darhol bo'ysunadiganligini bildirdi. Sabit Damulla buningga qarshilik qilmadi. Ammo Sharqi Turkiston Islom Jumhuriyatining davlat mudofaa vakili O'razbek bilan boshqa Pashqin Yusufjon Qurbeshi bu buyruqqa qarshi chiqib Sabit Damullaning ishxonasiga kirdi. Bu qanday gap bo'ldi, Damullam? dedi O'razbek so'qishgan xo'razdek hurpayib. Biz nemishqa Xo'ja Niyozning buyrug'iga bo'ysunamiz, ha? Jumhuriyatimizni e'tirof qilmayotgan kishining bizga buyruq tushiradigan nima haqqi bor? O'zlari nima uchun bu ishga sukut qilib qoldilar? dedi Yusufjon Qurbeshi Sabit Damullaning oldiga devaylab kelib. Bunda qilish harbiy huquqni uning qo'liga tutqizib qo'yish emasmi taqsir? Sabit Damulla o'zini o'rindiqning yo'lanchikiga tashlab, ularning gapiga quloq solib o'tirdi. Uning judanrak kelgan chiroyida horg'inlik, iztirob va tashviq andisha aralash bir xil holat aks etdi. Faqat sal ichiga o'ltirishgan qo'ng'ir ko'zlardan tumonliq bir umid va ishonch sho'lisi chaqnab turgandek ko'rinadi. Gap qilsizlar, Damullam. Sabit Damulla salla o'ralgan sarpush tomoqini sal orqaga ishtirib qo'yib, o'zini rusladi va asta so'zlashga boshladi.
Ay azizlarim, har qaysilarining og'zidan bu yangilik gaplarning chiqishini men zinhor xiyol aylimagan ekanman. Har ikkilari palakning raftorini obdan tushundigan oliy muqomliq sarkardalarimiz bo'p turug'liq. Nahotki bugungi vaziyatga to'g'ri baho berolmaysizlar, ha? Men har qaysilariga nima deyishim kerak? Xo'ja Niyoz hojiga kelsak, u kishi millionlagan xalqning irodasiga vakillik qiladigan bir simo. Hozirgi kunda u zotdan yuqoriroq obro'y sohibi yo'qdir. Bizning hech qaysimiz u zotning o'rnini bosolmaymiz. Bizning muqaddas ishimiz u zotning ishtirokisiz ro'yobga chiqolmaydi. Demak, u zotning buyrug'iga xiloflik qilmoq, ittifoqlikni buzmoq demakdir. İttifaqlıqni bozmaq, düşmanning tugminiga suv quymoqlik demakdir. Bizning hukumatimizni e'tirof qilishdan bosh tortgan kishidan nima umid kutish mumkin? Undoq emas. U kishi bizning hukumatimizni e'tirof qilsin, qilmasin, buning kori chog'liq. Bizning muxolifimizda dushmanona harakati bo'lmasalar, shuning o'zi kifoya. Tungallar ustidan tamom zafar qozonganimizdan so'ngra Janobi Allohning irodasi nima bo'lsa, shuni ko'ramiz. Ammo hozirgi kunda hojimdak yegona bosh sarkarda bo'lmay turib, Tungallarning ta'arruzidan qutulmoqimiz ba'zi mushkuldir. Shuning uchun hojimning farmoniga amal qilib, Mahmud Muhitining qo'mondonligiga itoat qilishlari shart azizim. Men buni bosh vakillik salohiyatim bilan aytmoqdaman. O'razbek bilan Yusufjon Qurbeshi bir-biriga qarab jim bo'lishib qoldi. Hojim 2 kundan buyon Sobit Damolla bilan har xil so'rinlarda uchrashib turgan bo'lsa-mu, uning hukumati to'g'risida uningga bir nima deyishga bahona sabab topolmay turadi. Bo'libmi, qurolli qismlarning hammasini Mahmud Muhitining qo'mondonligiga o'tkazish to'g'risidagi buyruqqa Sobit Damollaning muloyimlik bilan bo'ysunib, hojim qandoq desa shundoq bo'lsin deb turganligi hojimni boshqa ishlarda oldirib ketmaslikka majbur qilib qo'ygan edi. Uning ustiga bu kunlarda Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyatining ichki ishlar vakili, qo'shimcha Qashqar viloyatining valisi bo'layotgan Yunus Bey hojimni Sobit Damolla hukumati to'g'risida hozircha gap qilmaslikka qattiq da'vat qildi. Uning aytishicha, xuddi bultur yozda hojimga xat orqali ma'lum qilganidek, Sobit Damollani o'z maydonidan voz kechtirish mumkin emas. Ish ching'iga chiqqanda qurolli to'qinish yuz berish ehtimol. Yangi shahardagi Cho'loq Suxuy bilan sobiq Qashqar valisi Mashovu dal shundoq fursatni kutmaydi. Yunus Begning bu gaplarini hojimni o'ylantirib qo'ygan edi. Dal shundoq paytda Namat Xalbat bilan Tursun Do'lan Qashqar xalqining hojimga sungan 300 parchadan o'shiq arz shikoyatlarini turlarga ayirib, mazmunini hojimga ma'lum qildi. Bu arz shikoyatlarning mutlaq ko'p qismi shahar kambag'allari, ushaq tijoratchilar, hunarmand kasblar, tul-xotin, yetim o'g'illar, atrof yesi kentlardagi nomrod dehqonlarning qonliq ko'z yoshlari. Qaynab turgan dod faryodlari bo'lib, ularda bojsilik, olvon yasoqlarning haddidan tashqari ko'payib ketganligi. Besimdor jazonixo'r baylarning turli tuman yo'llar bilan xalqning qon yeligini sho'rayotganligi. Hukumat amaldorlari bilan diniy mahkamalarda parxo'rlikning avj elib, da'vo dasturi ishlarida nurg'un nohaqchiliklar bo'layotganligi dalil isbotlar bilan nihoyatda ta'sirli bayon qilingan. Bu nomodlar islom hukumati qurdik degan bilan o'z musulmonlarimiz texichilar jabr zulmdan qutulolmabdi o'zi. Sobit Damollani qistoqqa ilishning fursati keldi. Hajaka, Sobit Damolla bilan bugunli so'zlashib, sizning islom hukumatingiz shundoq hukumatmi? Bundaq hukumatning keragi yo'q deyish kerak. Afsuski, dedi Namat Xalbat. Bugun Ramazon sherifining oxirgi kuni. Allah buyursa, ata ro'za hitmamizini o'qiymiz.
Kunlarimiz notinch bo'lsin-mu? Yilda bir keladigan bu muborak Hayit ayam kunlarini hamma birlikda xushal-xuram o'tkazib olsaqmikin? Uninggacha Sabit Tamollamu bir yerga qechib ketolmas. Bu fikrga Qosim apandidan boshqalar darhol qo'shildi. Yangi shaharni qamal qilayotgan Mahmud Muhiti boshliq sarkarlarni Hayit namozini o'qishga taklif qilish qaror qilindi. Biroq Hayit kunlarini xushal-xuram o'tkazish u yoqda tursin, Hayit namozini oromxo'da o'qishmi hech kimga nasib bo'lmadi. Bomdod namozidan keyin Hayitgoh jamoasining hayvatlik peshtaxtlarida qo'sh-qo'sh nag'ri kanay sadolari yangrash bilan butun shahar go'yo shuncha chaqlardan buyon jonga to'rab kelgan urush parakandachiliklarining azoblarini unutib qolgandek birdilla jonlanib ketdi. Bayramlik kiyimlarini kiygan kishilar bilan o'smir bolalar hamda harbiy tartib bo'yicha tizilib kelayotgan jangchilar xuddi tog' qoptonlaridan etilib chiqib yo'g'on bir ko'lga qo'yilayotgan tog' suvlaridek taraf-tarafdan Hayitgoh maydoniga oqmoqda. Qish quyoshi nayzi bo'yi o'rlab bo'lguncha kang jomaning ichi teshi odam bilan to'lib ketmaydi. Pakiz supurilgan Hayitgoh maydoni va atrof rastalar sap-sap bo'lib joy namoz ustida o'tirgan odamlarning boshlaridagi sallallari bilan xuddi tomuz kunlari ap-oq xo'zalar etilgan bepoyon kevaslikka o'xshab qolgan edi. Jamaning ichida bo'lsa, hojim Mahmud Muhiti, Sabit Tamolla boshliq harbiy mulkiy arboblar va yurt mo'tavarlari birinchi safda boshlarini egib o'tirib, yo'g'on sallalik qayri imomning xutbasiga ixlos bilan quloq solmoqda. Xutbadan keyin Allohu akbar degan hayvatlik sadolar ichida namoz boshlanib, butun jamoat rukuga borganda birdala qo'yiq sambirak ovozlari gumburlab qoldi. Qayri imom yuziga tuyuqsiz so'g'uq suv sepilgandek andikib ketdi. Ammo darhol o'zini tutib olib, hech nimani anglamagandek namozni xotirjam davomlashtiraverdi. Jamaning ichi va sirtidagi jamoatning ba'zilari sal cho'chigandek qimirlab qo'ygan bo'lsa-mu, mutlaq ko'pchiligi necha 10 yerdagi ma'zin oqullarning Allohu akbar degan o'llik nidolariga ergashib namozini o'qiyverdi. Zambirak ovozlari borgan sari qo'yiqlashib, dahshatlik ajal bo'ronlari bostirib kelayotgandek tuyulsa-mu, namozga turgan odamlar go'yo hech nimani anglamayotgandek qo'llarini qovushtirib, boshlarini sal akkan peti cho'nqur sukunat ichida mixdek turishadi. Ularga mundaq madad berayotgan ajoyib sehrli kuch zodi nemikin ha? Biroq namoz o'qilib bo'lish bilan patparaqchilik boshlanib, odamlar xuddi uvusi cho'g'ilib ketgan harilardek pitirab ketdi. Hojim boshliq arboblarmi oldirab tenab sirtqa chiqishdi. Shu arada o'g'liqchi Mansur bilan Haytam yangi shahar tarafdan ot choptirib kelib, ahvolni ma'lum qildi. Yangi shahar ichida qamalib yotgan majmuaning cheriklari Mahmud Muhiti boshliq bir muncha sarkardalarning ro'ziyat namozini o'qish uchun Kon shaharga kirib ketganligining xabar tepib, butun kuchini harakatga keltirib, hamma zambiraklarni ishq silib, hozirga qadar ko'rilib boqmagan darajada keng ko'lamli hujumga o'tdi va muhozir chamberkining bir ishga ojiz yerini bo'sib tashladi. Hamda shu yerdan yana zambirak itib, Kon shaharga tahdid silishga urindi. Hozir pidoilar bilan cheriklar orasida giralashma jang bo'layotdi. Hamma musulmonlar uchun qutlug' bo'lgan ro'ziyat namozining xotirasini qilmabdi bu la'nat jo'shqalar. Ishdan bo'lgan qurbonlikqa yaramabdi degan shu. Ularni qandoq musulmon degani bo'lsin, bu lo'modularning jazosini o'zim bersam, qani chopsan otlanmaydi. Cheriklarning bu qutlug' bayram kunini bundaq nomardlik bilan oyoq osti qilganligi Pidoilar qo'shinining emas, odatdagi fuqarolarning jiniga qattiq tekkanlikdan nurg'un yangi kuchlar sapga qo'shilib, pidoilar qo'shinining soni hassalab eshib, jangovarlik shijoati tog'dek o'sib ketdi.
Çerikler yerim kunlik jangga bardoshlik berolmay, parishon holda yangi shahar sepili ichiga qaytishga boshladi. Biroq dal shu chaqda Oqsudan kelayotgan Mafuyan cheriklari otish tarafdan shiddat bilan bostirib keldi. Bu cheriklar Oqsuda bir qor to'liqlanib 3000 kishiga yetkazilgan va Janubiy Shinjongdagi Majungyang cheriklari ichida hammadan muntazam bir qo'shin edi. Ular yangi shahardagi cheriklar bilan qo'shilib 5-6 ming kishilik qo'shinga aylandi va fidoilar qo'shiniga ustun kelishga boshladi. Mushundaq ahvolda urush o'tining Qashqar shahriga tutishib, aholisi zich bo'lgan bu shaharda qattiq vayronchilik va qirg'inchilik bo'lishi ehtimolga bak yaqin edi. Shuning uchun fidoilar qo'shinining qo'mondonlik shtabi urushni shaharda emas, osmoni keng dala qirlarda davomlashtirmoqchi bo'ldi. Shuningdan keyin Sobit Damo'li bilan uning bir qism saptashlari Xotandagi Mamtimin Hazratga yaqinroq yerda turish, vaqti kelsa uning bilan birlashib harakat qilish maqsadida Yakan tarafga ketdi. Ularning ba'zilari boshqa yurtlarga ketishdi. Yana ba'zilari Qashqar shahri atrofida panohlanib qoldi. Shunday qilib, Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyati hukumatining a'zolari ter-teran bo'lib ketdi. Cheriklar mudofiyasiz qolgan shaharga qarshiliksiz besib kirdi. Allah muborak qilsin Zuhri janoblari. Dedi Shabdul Damulla Dotay Yamulining ozodi mehmonxonasidagi yeshil duxovi qoplangan kursida g'odiyib o'tirgan cho'loq Zuhriga yoydek egilib. Biz Qashqar ahli qadam tashriflariga to'limi muntazir edik. Alal oxir Xo'ja Niyoz va Sobitga o'xshash to'polonchilardan qutulib, bu kunlarga muyassar bo'ldik. Endi aziz diyorimizda tinch osoyishlik opti javlon qilg'usi, inshaalloh, inshaalloh. Cho'loq Zuhri bu gaplarning hammasiga bo'lmasa-mu, asosiy mazmunini tushundi cheg'i. Inshaalloh, inshaalloh. deb qo'yib, Shabdul Damullaga o'rin ko'rsatdi. Shabdul Damulla duo yondirib bo'lg'ach, yana o'rnidan turib, "Men kaminalar Zuhri janoblarining xizmatiga har zaman tayyorman." Cho'loq Zuhri bugun Shabdul Damullaning tanho o'zini chaqirtishdagi maqsadini aytdi. Necha vaqtdan buyon shahar aholisi ichida Sobit Damulla bilan Xo'ja Niyozga ko'proq hissdoshlik bildirib, pul va mol-mulk iona qilganlar kimlar? Mashhur boylardan boshqa aholi ichida yana kimlarning qo'lida oltin kumush bo'lishi mumkin? Siz Shabdul Damulla mana shularni aniqlab, to'liq tizimini 3 kun ichida menga topshirishingiz kerak. Siz obdan bilasiz Damulla. Qashqarliklarda tilla tangijiq, eski chapon ichiga tikido, yerga ko'mido. Shundoq emasmi? Shundoq Zuhri janoblari. Siz yaxshi qilsangiz, biz sizni unutib qolmaymiz. Madotay, yana Dotay bo'ladi. Ondan keyin siz Qashqarga cho'ng og'un bo'lasiz. Rahmat Zuhri janoblari. Allah ömürlerini uzun, davlatlarini pozun qilg'ay. Amin. Darvaqa Qashqarga cho'ng og'un, ya'ni qozi kalon bo'lmoq, uning umr bo'yi zoriqib kutgan shirin orzusi edi. Chunki u qachondir bir zamonlar xonlik madrasasida o'qigan bo'lsa-mu, baxtiga qarshi hozirga qadar op-oq kumush tangilar badaliga muhr besish yoki biror madrasada dars etib, chorak-choraklab bug'doy qo'noq elish salohiyatiga ega bo'lolmay keldi. Uning ustiga nazar chiroq, to'y-to'kun va choy ziyofatlarda to'rdan o'rin tegmay bo'yni qisilib qoladi. Ahli ilmlar yig'ilgan kitobxonlik so'rinlarida bo'lsa, uningga gap tegmaydi yoki suhbat tashlari uning mulohizalariga e'ron qilmaydi. Damullam o'zlari islom dunyosidagi ulug' olimlarning yangi mulohizalaridan mahrum o'xshaylar. Ko'proq kitob ko'rsalar. deb masxira qilishadi. Bundaq masxiralar uningga hammadan ig'ir tuyuladi. U mushundaq paytlarda
ulug' kichiktinib. Xapsizlarni. Hammanglar eliqi Abduqodir Damulla degan jadidning arvohiga fusul o'ynayapsizlar. Sizlarning kuninglar tugaydigan zamonmichilar? Deb ichida g'o'donishib qo'yatdi. Uning mantiqisi bo'yicha bo'lganda, zaman o'zgarib, Qashqarga yerlik ahvolni bilmaydigan yoqi yurtliq biror yangi hukmdor kelsa-yu, shu hukmdorning qo'yniga o'zini atsa. Shundala uning barliq orzu-armonlari amalga oshadi. Shundaq kunlarda Temir Sijang bilan Cho'loq Suxuy Qashqarga islom etib keldi. Shabtul Damulla bularning har ikkisining tomirini tutib ko'rib, oxir Cho'loq Suxuyga yaxshi ko'rinishga boshladi. Cho'loq Suxuymu bey yaloqchiga amroq, shatraqchiga degandek, Shabtul Damullaga o'xshash bir maxluqning o'z oyig'i bilan kelib bo'sog'i yolg'iniga nihoyat xushal edi. Shundoq bo'lsin. 3 kundan keyin siz men bilan ko'rishsiz. Unutib qolmang. Kunlar o'tmaydi. Yurt-yurtda urush tutaklari osmonni qoplab, ta'mir etaklari qonga bo'yalmoqda. Uylar kuyib, turg'unlar o'rilib, yurt ichi vayron. Odamlar bo'lsa sarson parishon. Hatto mushuklarga tepilmay oram, go'yo qiyomat dahshatida qoldi hamma yon. Shu kunlarning birida darvish qiyofatidagi bir odam o'ziga o'xshash yasangan Qosim apandining Qashqardagi Sovet konsulxonasiga boshlab keldi. Qosim apandi konsul bilan ko'rishib, o'zining Xo'janiyaz hoji nomidan kelganligini. Endi Sovet hukumati aralashmasa, Majumyang cheriklarining hujumidan qutulish mumkin bo'lmay qolganligini aytib, Sovet tarafdan darhol yordam berilishini talab qildi. Konsul qisqacha javob berdi. Bu ish mening qo'limdan kelmaydi. Xo'janiyaz hoji Erkashtam chegarasiga berib, yuqori bilan bevosita o'zi so'zlasin. Men faqat aloqa bog'lab berishga yarayman. Shuningdan keyin hojim Yangisardan otish orqali Erkashtam tarafga otlandi. Qashqar shahridagi Majumyang cheriklari buningdan xabar tepib, uning iziga tushdi. Otish tog'larida yana qonliq janglar boshlandi. Shaharda bo'lsa ozroq cherik qolgan edi. Opalni qarorgoh qilib turgan Yusufjon Qurbeshi o'z beshimchilik bilan shaharga bostirib kirib, shaharning bir qismini egallab oldi. Sheriklardan bezor bo'lib turgan xalq uningga qo'shilib qo'zg'aldi. Cho'loq Suxuy mushundaq bahonaning tepilishini kutib turadi. U hojim bilan so'qishayotgan sheriklarni darhol qaytirib kelib, yangi shahardan yana bir turkum sherik yo'tkab shaharga hujum qildi va Yusufjon Qurbeshidan shaharni tortib oldi. Shu oqshimi yiliqi Shabtul Damullaga maxsus belgi silingan 10 parcha oqlatib berib, bularni o'zining va o'ziga o'xshash sodiq kishilarning darvozasiga esib qo'yishni buyurdi. Tong qorong'usida harbiy holat boshlanib, taroslab etilgan miltiq ovozlardan shahar cho'chib uyg'ondi. Chekakidek yamrab ketgan sheriklar butun shahar bo'yicha uyma-uy bostirib, bulang-talang, zo'rliq bosqinchilik va dahshatli qirg'in boshladi. Minglagan eshiklar o'rilib, panjaralar cheqilib, talay-talay qiz-juvonlarning ko'nglik tamballari yirtildi. Talay-talay onalarning sochlari yo'linib, otalarning peshonasi yirildi. Talay-talay nozik qo'llar barmoqlaridagi uzuk, beg'ishtirdagi bileziqlar bilan qo'shib, shartildatib kesib ketildi. Nini nozinlarning quloqlari holqi serilar bilan qo'shilib yulib ilindi. Ko'krak kerib chiqqan yigitlarga nayza sanjilib boshlari kesildi. Hatto engrigan buvoqlar buyishiklari bilan ko'chalarga tashlandi. Faqat va faqat 2 xil kishining jini bu dahshatdan omon qoldi. Ularning biri
palakning tasodifiy kengchiligiga erishganlar ediki, ular sovuqdan shinida qaytib qolgan jasadlarni o'zlari turishliq xalta ko'cha egizlari yoki qo'rularning oldiga so'rashtirib kelib, bir soxta manzira paydo qilgan edi. Cheriklari bundoq yerlarga kelganda bulang-talang va qirg'in qilinib bo'lgan ekan deb orqaga yamatdi. Ikkinchi xili Shabdul Damoli orqali cho'liq sug'uy tarqatgan yiliqa oqladilar esiqliq ho'ylilardagi kishilar edi. 3 kecha kunduzlik harbiy holat davomida shahar va atrof mahallalarda taxminan 4000 dan ortiq odam jinidan ayrilib, bu avod qadimiy shahar xuddi bir to'p yovi cho'shqilar dassab, yonjib, mijib tashlagan gulzorliq xarobisidek cho'ldarab qoldi. Öy-öydin ko'tarilgan motam yig'inlari bilan dod faryod, nola afg'onlar kishining yuragini pari-pari qilib tashlaydi. Cho'loq sug'uy bilan mafuyan bo'lsa, dasti zig' oltin, dövi tilla, tanga va yombularga. Qon dog'lari uyib qolgan o'zik, bilayzuk, holqi ziralarga, xalti-xaltilardagi yaqut, piruza, sumrat, narvoyiklarga ochko'zlik bilan qarab o'ltiradi. Kunlar o'tgan sari Pamir osmonida urush tutaklari texmo qo'yuqlashib, qonliq jang maydonlari ko'payaverdi. Shularning biri cho'ng yo'l ustiga joylashgan Yangisar shahri edi. Cho'loq sug'uy bilan Mafuyan bu shaharni ishg'ol qilmoqcha yaqin tarafga o'tib, butun Zarafshon vodisini qo'lga kirgizish mumkin emasligini obdan tushunadi. Shuning uchun Yangisarni elishga 2000 dak cherik mangdirgan edi. Mamtimin Hazratning kichik inisi Amir Sahib boshchiligidagi 500 chi xotan fidoilari shahar atrofida sheriklar bilan bir qancha qitim elishib, oxiri bo'lolmagandan keyin sepil darvozalarini bekitib mudofaalanishga boshladi. Sheriklar bir qancha kunlargacha shiddat bilan hujum qilib, sepilga kirolmagandan keyin aholiga shota olving'i silib, 2 kun ichida 100 shota tayyorlab qo'ydi. Top aholini haydab kelib, shotalarni sepilga qo'yishga va oldida mengib yo'l etishga zo'rlaydi. Qarshilik qilgan yoki qashqonlarni shu yerda etib tashlaydi. Faqat ilojining yo'qligidan buyruqqa bo'ysunganlar bo'lsa, sepildigilarning zarbisidan o'rib tashlangan shota bilan tangla yiqilib tushadi. Ba'zilar bosh ko'ziga to'kilgan qaynoq suv, eritilgan mum, qisitilgan yog'da kuyib, orqasidan chiqayotgan sheriklar bilan billa o'zini xandakka tashlaydi. Shunda qilib, Yangisar sepilining tomlari qonga bo'yilib, xandaklar jasadlar bilan to'lib ketdi. Bu bosh egmas shahar cho'loq sug'uy bilan Mafuyanni gangirtib qo'ydi. Ular boshqacha yo'l tutishga majbur bo'ldi. Bir kuni Shabdul Damulla o'ziga o'xshash salobatlik kelgan ishga otliq bilan sepilning sharqi darvozasi oldida paydo bo'ldi. Ularning biri sallisini boshqacharoq qilib, xuyzu mo'lalar shaklida o'rg'an qizil yuzli kishi edi. Ular o'zlarining cho'loq sug'uy nomidan elchiligiga kelganligini ma'lum qildi. Bir hozirdan keyin darvozaning bir qonida yerim echildi. Qurolli qarovullar ularni otdan tushirib ichkariga kirgizdi. Taxminan 20 qadam nerisidagi maydonda qizil kula ustidan yeshil salla o'rab, qizil to'n kiygan bir kishi o'tdek chaqnab turgan ko'zlari bilan ularga qarab turadi. Uning chat soqollari nihoyatda o'skilang bo'lsa-mu, chiroyidan 25-26 yoshlardagi yigit ekanligi bilinadi. Bu Amir Sahib edi. Ularning orqasida top-top qurolli kishilar tik turishadi. Ularning mo'chat soqollari o'skilang bo'lib, hammasi qizil salda o'rib olgan edi.
Bizning sahib qironimiz sizlarni qabul qilmoqchi. Gap bo'lsa, aytqaysizlar. Elchilar Amir sahibga hurmat bilan salom bajo keltirib bo'lgach, Shabdul Damolla bir necha qadam oldiga minib, uningga elchilik xatini topshirdi. Cho'loq Suxuyning Amir sahibga yozgan bu xatining mazmuni: Yana qon to'kilmasin desangiz, darhol taslim bo'ling. Taslim bo'lsangiz, sizning va barliq kishilaringizning hayotiga kafolat berman. Bu mening musulmonlik va'dam. Va'da bermak, qarzdor bo'lmoqdir. Bu va'damning chinligiga shohidlik uchun mening nomimdan Qur'on tutib berishga o'zimning imomi Yang Oxunni avatdim. Agar taslim bo'lmasangiz, o'zingizning va barliq kishilaringizning jiniga zomin bo'lasiz. Yosh jiningizga ishingiz og'risin. deganlardan iborat edi. Amir sahib xatni o'nlik o'qidi. Xat o'qilib bo'lish bilan to'p ishchidan: "O'lsak shahid, qolsak g'ozi! Elchilik kelgan bu sandilik munofiqlarga o'lim! O'lim!" degan sadolar yangrab, qilishlar jaranglab ketdi. Shu topda olomonga qo'yib bersa, ularni parcha-parcha qilib tashlaydi. "Mana sizlarga javob!" dedi Amir sahib yiliqi xatni yirtib tashlab. "Amir janoblari", dedi Shabdul Damolla. "Har holda aql donishlar bilan tafakkur aylab ko'rmaklari joizdir kim? Zulhi janoblarining muddaosi yurtda tinch osoyishlik ahyo qilmoqdir. Tinch osoyishlik ahyo qilmoq hammamizga vojibdir. Barakalloh, vojib degan gapingizni xo'jalaringizga berib ayting. Biz shular tarafidan buzilgan tinch osoyishlikni takror ahyo qilmoq uchun jang qilmoqdamiz. Ularning shum qadamlari bu yerlarga yetmasa, tinchlik buzilmas edi. Tinchlik bo'lsin desa, ular darhol o'z makonlariga ketsin. Amir janoblari yoshlik qilmag'aylar, egilgan bo'yinni qilish kesmas degan hikmat bor. Rizolat bilan bosh egib yashagandan tik turib o'lgan yaxshi degan hikmat bor. Elchi degan atoq bilan kelmagan bo'lsangiz, beshingizni kesib, qo'ltig'ingizga qistirib qo'ygan bo'lar edim. Shuningdan keyin cheriklar texmi shiddat bilan hujum boshladi. Jang rosa qizigan paytda cheriklarning orqa tarafida qiyoqas cho'qan ko'tarildi. Mahmud Muhiti 5-6 yuzlik otliqlar bilan etib chepib, dahshat bilan sapni yerib kirdi. Ularga yondashibla ozroq miltiq, ko'p qismi qilich nayza va mix bilan qiqilgan cho'moqlar bilan qurollangan otliq va fidoilar to'pi "Allohu akbar!" deb o'nlik takbir aytib, g'azab bilan bostirib keldi. Bu Xotan fidoilari, qizil yeshil to'n va sallillari, o'skilanchoq soqollari bilan nihoyatda haybatli ko'rinadi. Qizil salli o'rab, yeshil to'n kiygan va qop-qora chochlari gajgisiga tushib turgan bo'z otliq kishi hammaning oldida qilich o'ynatib, cheriklarga o'zini parvonadek uratdi. Bu Mamtimin Hazratning cho'ng inisi Shah Mansur, ya'ni Abdullah edi. Tuyuqsiz hujumdan gangrab qolgan cheriklarning sepi buzildi. Ba'zilari qaytishga boshladi. Mahmud Muhitining yigitlari sepiliga yiqilishib qolganda Shah Mansurga o'q tegib, otdan yiqildi. Xotan fidoilari sarkisiz qolgan podadek tamtirab qilishdi. Cheriklar o'zini o'ngshib olib, ularning ustiga bo'ridek yopirildi. Shu parakandichilik ishida ikki cherik Shah Mansurning beshini kesib oldi. Xotan fidoilari bir muncha qurbonliklar badaliga uning boshsiz jasadini oran qutqizib, jang maydonidan chiqib ketdi. Xotan fidoilarining jang maydonidan tuyuqsiz chiqib ketishi bilan Mahmud Muhitining bir qanoti so'ndi. Oxir u o'z yigitlari bilan chekinishga majbur bo'ldi. Amir sohib faqat 300 odami bilan sepil ichida yordamsiz qoldi. Shu kuni oq oydin kechida sepilning g'arb tarafidagi to'qmishqa tutash bir egisiz uyning o'g'zisida o'g'loqchi Mansur boshliq 5 yigitning qorisi paydo bo'ldi. O'g'loqchi Mansur sepil ustidagilarga osta balga berib, o'zlarining Mahmud Muhiti tarafidan avatilganligini, Amir sahibga yetkazadigan muhim gapi borligini aytdi. Bir ozdan keyin sepil ustida Amir sahib paydo bo'ldi.
O'g'loqchi Mansur o'zining Mahmud Muhidi nomidan uni qamaldan qutqizib ketishga kelganligini aytib, sepil ustiga bir arg'amchi tashladi. Qani, chopsam bo'lsa-la, Amir. Yolg'iz meni qutqizg'uluqmi? O'g'loqchi Mansur o'zining yoshirin yo'llar bilan bu yerga tasdiq kelganligini, odam ko'p bo'lib ketsa, sheriklarining to'yib qolishi ehtimolligini aytdi. Amir sahibning ovozi anglandi. U xotin shevisi bo'yicha rey tovushini talaffuz qilib mundoq dedi. Himmatlarga rahmat, birodar. Qahramon sarkardimiz Mahmud Sijonga rahmat. Men ketmayman. Nemishqa? Qadrdon septoshtirimni tashlab, yolg'iz ketolmayman. Sepil ustidagilarning gaplari anglang'ili turdi. Ular xotin shevisi bo'yicha mundoq deyishyotdi. Hazrat Amirimiz, ma'qul desilya. Sizlar bo'lsinmi, omon qolsinlar. Biz hazratimizdan rozi emas, ming rozi emas. Qani, patroq bo'lsinlar. O'g'loqchi Mansurmi? Shundoq bo'lsin. Amir, patroq bo'lsinlar. Amir sahib ko'ziga yosh elib, hamrohlariga rahmat aytqach, o'g'loqchi Mansurga mundoq dedi. Men yana bir takrorlay. Qadrdon septoshtirimni tashlab, yolg'iz ketolmayman. Mening jinim ularning jinidan aziz emas. O'lsak billa o'limiz, qolsak billa qolamiz. Septoshtirimni dushman qo'lida qo'yib, tirik yashashdan menga o'lim afzal. O'g'loqchi Mansurning ko'ngli buzildi. U qo'ng'ir ko'zlaridagi yosh tomchilarini surtib, o'g'zidan asta tushib ketdi. Shuningdan 2 kun keyin sheriklar Sepilni do'ri bilan portlatib shaharga bostirib kirdi. Sepil ichida giralashma jang boshlanib ketdi. Qo'zg'olon boshlangandan buyon hech qachon va hech yerda bunday shiddatli jang bo'lib boqmagan edi. Birer soat davomida qahramon xotin fidoilaridan birmo odam tirik qolmadi. 3 yeridan yaralangan Amir sahib oxirgi kuchini yig'ib, dushmanga oxirgi qitim qilish ko'tarayotganda, ko'kirgiga sanjilgan miltiq naysi bilan o'ngdisiga yiqildi. Bir cherik uning o'skilang chechidan tortib, beshini kesib oldi. Sepilning ichi jasadga to'shib ketdi. Har bir fidoining jasadi yenida bir ishkidan cherik yotadi. Bu manzirani ko'rgan cho'loqsiz-qo'y. Men bu xotinlik o'g'rilarni bunda qaysar deb o'ylamagan ekanman. Ularning o'lkiga o't qo'yib o'tinglar.